otga qo'shilib keladigan chio qo'shimchasini o'qib beramiz sizlarga. Bu chio deyarli koreys tilida eng bir mashhur grammatikalardan bittasi. Odatda chioni nima qanaqa paytda ishlatadi desa, o'zbek tilidagi m yoki a endi aya deydi, ya misol deylik, ya. Ya'ni bilib turib ishlatasiz. Misol men hozir otgaman bu fe'lga qo'shib kelish. Misol bu sifat va fe'lga qo'shib kelar ekan. Sifat va fe'lga qo'shib kelar ekan, to'ppa-to'g'ri. Pachma tanlamaydi, bilasizlar. Demak, men dars o'tyapman, hozir ko'rdidagi bu odam koreys tilini dars o'tyapti shekilli deb turib olmay kelib turib koreys tilini o'rgatyapsizmi deydi. Hangugorul karichijo deydi mana. Hangugo koreys tilimida hanguk oril karichida. Da o'chib ketadi. Pachma nima qo'yamiz? Chioni qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Hangugorul karichijo. Ya'ni koreys tilini o'rgatyapsiz-a? Koreys tilini o'rgatyapsizmi? O'zi bilib turibdi, 99%, 90% bilib turibdi, ishonchi komil, lekin ishonchini nima qilyapti? Mustahkam qilib qo'yapti. Shu bo'ldi. Yoki bozor klasidagi mahsulot ushlaysiz, qizlar biladi ayniqsa, to'g'rimi? Kiyimni mahsulotini ushlaganingizda bilasizda, ha zo'r ekan deysizda, endi qizlar so'rab qo'yasiz. Ishlar yaxshimi? Yaxshi-ya mahsulot. Tushundingizmi? Ot chil degani bu haligi sifatda. Ot chiri chotta. Yaxshimi? Chotchiyo mana. Bilib turib so'rayapmiz. Kiyim sifati yaxshi-ya? Bilib turib so'rayapmiz.